Assalomu alaykum, Fahri Do'st kanalining hurmatli obunachilari. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like bosib turasizlar, xudo xolasa. Bugun ham narxlarda imkon boricha yo'lida, qo'ldan kelgancha yo'lida qo'yib beramiz. O'tgan safar bir pasda sotib tugatdik qo'ylarimiz. Bugungi yangi partiyada qo'ylar kelgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. 1,700,000 so'mdan bu safar ham qo'y chiqarib beraman. Narxlarni yengil qilib beraman, xudo xolasa. Narxi har doimgidek yengil bo'ladi. Bu yog'ida qo'ylar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday qo'zi ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Ahrorbek akamizning xonadonlariga keldik. Xo'p, mana bu yerda sotiladigan qo'ylar bor ekan, shularni narxini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitada like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 19-mart. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Tuzimsiz, charchamasdan. Assalomu alaykum obunachilar. Videoni boshida aytganimda oxirigacha ko'rib, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narx arzon qilib beraman, xudo xolasa, imkon boricha yo'lida qo'yib beraman obunachilar. Olmaydigan odam ham xudo xolasa bugunga qo'ya oladi. Yengil qilib chiqarib berasiz. Xudo xolasa. Ha. Xo'p, bugunga nechta keldi endi? Bugunga jami soni 35 shunaqa atrofida. Общий soni 35 dona. Bularni akalar partiya qilib bo'lib chiqaramiz. Birinchi partiyalarimizga qo'chqarmi, sovliqmi bular? Bular 7 ta qo'chqor, 4 ta urg'och chiqadi. 7 dona qo'chqori bor. 4 dona irg'achisi, 1 dona sarig'idan bor ekan. Sariq, qolgani qora kashtan. Qolganlari hammasi qora kashtanlardan chiroyli qilib yungilarni olib qo'yildi akalar. Boqishga tayyor holatda. Bitta-bittada like bosib, shunaqa qo'zg'olamiz deganlarga tashlab qo'yaverasizlar. Bularni yosh oyligiga aka 6-7 oylik shunaqa atrofida. 6-7 oylik atrofida. Badani ham yaxshi ekan endi. Yemga o'rganganmi? Ha, yem deyoradi. Xotirjam yerga ko'taraveradi. Necha kunga garantiya beramiz endi bularni? Bir haftaga garantiya beraman. Olsa bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta behijola sinab olish. Mana akalar, hammasini dumbasi ko'pi tikka dumba ekan mana. Janivorlar qaranglar. Bo'ylarini o'lchamadingiz bularni? Bo'ylar 70 pilisga berilaveradi, baridan. 70 garantiya, yebishlari baridan. Sifat udor. Qirg'iziston oyoq qo'llari uzun sog'liqlari, sog'liq qo'chqorlari, irri. Aha. Taxolasa telefon qilishadigan bo'lsa, imkon boricha ish bitadigan qilib beraman. Behijola telefon qilishaveradi. Qachon ko'rishsa ham. Taxolasa boshlab oldik. Barra sezon boshlandi akalar. Endi bundan buyog'i bemalol telefon qilib olaverasizlar. Aka, bularning narxini nima deymiz? Qanchadan? Bularning narxi o'zi bitta obunachimizga bu yog'i kim olsa ham soni 12 ta dediga? Soni 11 dan. Ha, 11 da. 11 tasini bir yerga. 11 tasi bir yerga bo'ladigan bo'lsa Fahriddin 2,800,000 so'mdan dastavkasini beradi. Olib borishadi, boqishadigan varianti. Qiladigan bo'lsa, ko'ryapman. Boshqa kanallarda ham, siz kanalingizda chiqqan yo'q, boshqa kanallarda ko'ryapman. 3 million nariverda narx qo'yishyapti. 3 million emas, 2,800,000 so'mdan ketaveradi. Qo'chqorlari sog'liqlar bo'ladigan bo'lsa, 2,300,000 so'mdan ketaveradi sog'liqlar. Necha pul o'tib berasiz endi? Telefon qilsa kelishamiz. Qo'chqoriga 2,800 dan, sog'liqlarga 2,300,000 so'mdan ketaveradi. Bo'laveradimi? 5 ta qo'ying. Baragasini bersin. Telefon qilsa o'tib ham beraman. Telefon qilsa chiroyli qilib o'tib beradigan joylari bor. Qilsa dadil o'tib beraman. Bitta olamiz deganlarga qanday bo'ladi? Mana shuni o'zini mana misol uchun. Kelishilgan holda, tanlashlariga qarab kelishilgan holda dastavkasini. Lekin bir xilda ekan akalar. Tavsiya qilamiz, 6 tadan bo'lib olsa ham shu narxda, lekin ozginadan xayri bor, o'tib beradigan. Sog'liqlari отдельно hisoblaymiz, sog'liqlar bo'ladi. Kimdir sog'lig'ini olar, kimdir qo'chqarini. Bu yoqqa telefonda kelishilaveradi. Kelishaveramiz. Qaygacha qilib beramiz endi bularni? Dastavka Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha qilib berilaveradi dastavkasini. Bu birinchi partiyalarimiz. Bu birinchi partiya ekan. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi partiyalarimiz ham bor. Bo'lmasa o'shalarni ko'rsataveramiz. Partiyalarimizga yirikroq variantidan so'raganlar uchun soni 4 dona. 4 dona, hammasi qo'chqor paradi. Hammasi qo'chqor. Ha. Yoshlari-chi? Yoshlari bular 8-9 oylik shunaqa. 8-9 oylik atrofida yeb-ichari yaxshimi bularni? Yeb-ichi udor, yeb-ichidan hech qanaqa muammo yo'q. U yog'ida muammo yo'q. Bir dona sariq uchta qora kashtanidan. Albatta. Bularni ham yemlab boqamiz degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Bo'ylari kattaroq variant. Fahriddin bular oyoq qo'llari uzun, badani semiz. Bo'yichi? Bo'ylari 75. Narvera 75. 75 plus. 75 plus minus atrofida ketaveradi. Pilusga ketaveradi. 4tasini bir yerga. So'ralasiz bir yerga. To'p gapiraylikmi? Mana bitta obunachimizga.
3 million 200 ming so'mdan dastlabkasini qilib beraman Faridi. 3 million 200 ming so'mdan to'rttasi bir yerga ketaveradi. To'g'ri, bir yerga 3 million 200 ming so'mdan telefon qilsa, hayriga o'tib 3 beraman. milliondan. Yo'q, 3 milliondan to'g'ri kelmaydi. Telefon qilsa, hayriga ozmas o'tib beraman, gap so'z yo'q. Dastlabkasi ham meni bo'ynimda. Telefon qilsa ozginada o'zlariga, lekin aniq o'tib berasiz. O'tib beraman, gap. Xudo xolisa o'tib beraman aka, telefon qilaverasizlar. Barakasini bersin, mana akalar. 3 million 200 ming so'mdan chiroyli qilib o'tib beradigan joytilari bor. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bu ikkinchi partiyalarimiz. Ikkita olamiz deganlarga ham ketaveradi. Ha, bitta olsa ham ketaveradi. Qayerdan biz bitta olgan ham klient, 100 ta olgan ham klient. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Telefon qilsin, kelishamiz. Telefon qilsa u yog'i telefonda kelishlar. Bu ikkinchi partiyalarimiz. Ikkinchi partiyaga. Akalar, uchinchi partiyalarimizga sovliqlaridan so'raganlar uchun sovliqlarni ham haqiqiy yemga tayyorlaridan. Aka sonini nechta bo'lardi? Bular yem yo'nalishi, go'sht yo'nalishi, Go'sht yo'nalishiga boqamiz deganlarga tashlab qo'yasizlar shu videoda. Yerlab qassobga topshirib ko'radi. Bular soni 8 dona Faridi. 8 ta. Hammasi boladan ajragan qisir qo'ydi. Boladan ajragan qisir sovliqlar. So'roq akalarimiz uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Bir qator yoshlarni aytib o'tsak, yoshlar 6 ish, shuni qadar 6 6 ta 8 ta. Qiziqqanlarga bu endi. Bir yerga narxi 8 tasini. Hammasi bir yerga bo'ladigan bo'lsa 2,5 milliondan ketaveradi Faridi. 2,5 million so'mdan Dastlabkasini qilib beraman 2,5 milliondan. dastlabki qilib beriladi. Telefon qilsa hayriga o'tib ham beraman. 2,5 milliondan hammasi 20 million bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsa o'tib beradigan yeri bor. Gap so'z yo'q. Ana telefonda kelishamiz. Barakasini bersin mana. Lekin barraq o'zidan akalar mana buni olib yemlaymiz deganlarga maslahat beraveramiz, chunki foydani zo'r qiladigan variant. Bittagachi? Bittaga ham kelishtirib beraverasiz. Bitta olsa ham sotaveramiz baribir. Gap yo'q. Bundan ketinga yana bormi yo bu so'nggisimi? Bundan keyingi 1,700 ming so'mdan deganlar ham bor. Ashaqa siraj videoni ko'rsatib keting. Mana. 4 dona bo'g'oz qo'yim bor. Mana shuni siraj ko'rsatib keting. 4 dona bo'g'oz qo'y bor. Bo'g'oz qo'y boqamiz deganlarga. To'ralasi ham bo'g'oz bular. To'talasi ham bo'g'oz. Bular endi qachonda tug'ib beradi? Ana shisi O'zi bilinib qoldi. Hammasiniki bilinib yotibdi. Xudo xolasa 15 kun 20 kunning ichida ana shu to'ralasi ham tug'ib qo'yadi. Bitta bola отдельно bu. O'zi qisirladi, bolasini ajratib qo'yganmiz, mana shu to'ralasi bo'g'oz. Xo'p, 20 kun nari berdi hammasi tug'ib bo'ladi, xudo xolasa. Yilini mana shunday bu yotibdi. Ikkitasi qo'zi bo'lardi. 20 kun atrofida tug'ib beradigan. 20 kun nari berdi tug'ib beradi, xudo xolasa. Xo'p, narxini ham aytib ketaylik sirozda. 2,8 million so'mdan bo'ladigan bo'lsa, bo'g'oz qo'ylardi. Dastlabkasini qilib beraman, vodiy bo'ylab bularni. 2,8 million so'mdan 2,8 million so'mdan ketaveradi bular. realni olamiz deganlarga akalar video qilib tashlab beriladi. Olamiz deyishadigan bo'lsa, telefon qilib kelishamiz. Undan xayriga ham oz-moz o'tib beraman bularni. 2,8 million so'm. Telefon qilishaveradi. 5 ta olib qo'yingda, barakasini bersin. Gap yo'q. Mana. Lekin kelib ko'ramiz deganlarga lokatsiyalar tashlab beriladi akalar. Bemalol tepasida yo'qsa baraka qilaverasizlar. Xo'p, keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Bor, to'xtang. Farida mana bular bor. Bundan keyingi отдельный ma'lumotni berib o'tamiz. Bundan keyingi partiyalarimizga akalar, so'nggi partiyalarimizga pul arzonrog'idan so'raganlar uchun bular ham hammasi qo'zi. Bular hammasi barra qo'zi bari. Bitta to'g'lisi bor. Bitta to'g'lisi bor. Ha. Qo'chqorichi? Qo'chqor, bitta qo'chqor. Qaysi biri? To'rtta so'lim, ha, kichkinasi qo'chqor. Mana bu eng kichkinasi qo'chqor. Qolgan to'rtta sirg'achi. Ha. Bitta obunachimizga to'rtta so'lim shay. Yangi o'jara uchun barida tashab qo'yishadi bo'lsa, ko'chada yurib ham katta ketaveradi bular. Ko'chada ozmas o'tini yeb ham katta bo'ladi. Ozmazdan kevak berib tursa, xudo xolasa yaxshi ketadi qo'ylar. qanchada? Nimada? Puli. Puli videoni boshida aytdi 1,700 dan deb. 1,700 emas, 1,650. 1,5 dan mana. Yo'q, bo'ladigan. Hey, 5 tasini bir yerga mana. Xursand bo'l. Maydalashma. Taqalgan narxini aytib, o'zi 1,700 dan qo'ymoqchi edim. 1,650 ming so'mdan telefon qilishadigan bo'lsa, dastlabkasini qilib beraman, gap so'z yo'q. 1,5 million so'm. Ammo yo'q, foydasi yo'q baridan. Haliga oxirgi taqalgan narxini aytibman. Telefon qilib, baraka deysa bo'ldi. Savdolashadigan yerini aytayotganim yo'q. 1,650 mingdan dastlabkasi mendan ketaveradi. Barakasini bersin mana. 1,650 ming so'mdan videoda boshida aytganimizdek 1,700 dan deganmiz. 1,650 dan gap. 50 ming so'mdan yana tushdi. Ha. Yoshlarichi buni endi? Yoshlari 3 oylik narida. 3 oylik atrofida. Bir hafta uylariga borgandan keyin akalar sinab olaverasizlar. Dastlabkilari qilib beriladi. U yog'iga kelishilgan holda ketaveradi. Ketaveradi barada.
Telefon qilsa, xudo xolasa, har bitta partiyani o'tib beramiz akalar. Telefon qilaverasizlar behijolat.